Musulmonlar aytishicha, ichkilikdan tiyilish taqvo bilan bog'liq bo'lib, spirtli ichimliklar albatta yovuzlikdir, chunki islom shunday deydi. Lekin agar sharob azaldan yomon va harom bo'lsa, nega u Injil va Tavrotda taqiqlanmagan? Aksincha, Yahudiy va Nasroniylar hatto diniy marosimlar va yig'inlar chog'ida ham vino ichishni odatiy hol deb bilishadi. Ichkilik faqat islomda taqiqlangan. Ha, musulmonlar orasida keng tarqalgan noto'g'ri qarashdan farqli o'laroq, Nasroniy va Yahudiylar hech qachon ichkilikni butkul man etmagan. Aksincha, ularning ko'pchiligi uni diniy maqsadlarda iste'mol qiladi. Agar ichkilik azaldan harom va yovuzlik bo'lganida, nega u xristianlik va yahudiylikda taqiqlanmagan? Rostdan ham ichkilik shu qadar yomon bo'lsa, nega u Muhammad payg'ambar bo'lgandan keyingina harom deb e'lon qilindi? Nega Alloh uni avvalgi ilohiy kitoblarda taqiqlamagan? Aslida bu dinlarda faqat haddan tashqari ichish, zararli ichish yomon ko'rilgan. Oddiy ichkilik esa maqbul hisoblangan. Axir vino sog'lom ichimlik sanaladi. Viski hatto miyada ijobiy ta'sir ko'rsatadigan foydali xususiyatlarga ega. Ko'plab insonlarga hatto parhez yoki salomatlik uchun oz miqdorda ichimlik iste'mol qilish tavsiya etiladi.